Rasululloh aytadilar, qachondir o'lik mayyit qabrga qo'yilsa, unga ikki qora ko'k farishtalar keladi. Birining ismi Munkar, ikkinchisining ismi Nakir. Boyagi mayyitni o'tkazib qo'yishadi ikkala farishta va so'rashadi. Ana u kishi haqida nima der eding? Ya'ni Muhammad alayhisalom haqida. Fayaqulu huwa Abdullohi va rasuluhu. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammad rasululloh. Bu mayyit aytadi. U Muhammad alayhisalom Allohning bandasi va rasuli. Allohdan o'zga iloh yo'q deb guvohlik beraman. Muhammad alayhisalom uning bandasi deb guvohlik beraman deydi. Ikkala farishta aytadi: "Seni shunday deyishingni bilar edik." So'ngra uning qabri 70 ga 70 ziro qilib kengaytiriladi. So'ngra o'sha joy uning uchun charog'on qilinadi. So'ngra farishtalar unga uxla deyshadi. Ha, demak qabrga kirganda ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammad rasululloh deb qo'ysam, Robbim Alloh, dinim islom, kitobim Qur'on, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom deb qo'ysam, qutulaman ekan. Shu so'zlarni qaytarib o'tishim kerak ekan. Birodarlar, unaqa emas. U kungi qabrdagi imtihon agar shu siz aytayotgan so'zlarning taqozosi bilan yashagan bo'lsangiz, enetingizga keladi. Agar qabrga qo'yilgan mayyit munofiq bo'lsa, boyagi ikkita farishta savol so'rasa, aytadiki: "Qola samitun nasa yaquluna faqultu mithlahum la adri." Odamlar aytayotganlar nima eshitgan edim? Men ham shunga o'xshagan gapni aytganman, bilmayman deydi. Farishtalar aytadi: "Biz seni shunday deyishingni bilar edik." Yer uning ustida birlashadi. Uni qovurg'alari bir-biriga kirishib ketadi. Yer shunday qissadiki, qovurg'alari bir-biriga kirishib ketadi. U dedilar Rasululloh, to Alloh taolo uni o'sha yotgan joyida qayta tiriltirgunicha doim azoblanib turadi dedilar. Demak, birodarlar, mana sahih hadis qabr azobini borligiga dalolat qiladigan dalil bo'ladi.